Lutfi Media Texnika Çeklik şirketi işledi. Bu programmani Ürümçi Danışman Kitapçılık Çeklik şirketi alayda qolladı. Assalamu alaykum sevimli kichik do'stlar. Danışman kitapçılık çeklik şirketi alayda qo'llagan bulaq programmamizning 4-chi soni hozir boshlandi. Hozir bu umaq qizlar rasm sizishga oldirib ketyotdi-jimi? Rasm sizishdan burun avval bu umaqlar bilan bir tanishib chiqaylik. Oldi bilan siz o'zingizni tanishtirasiz? Mening ismim Rahima. Rahima. Sizning ismingiz-chi? Aliya. Aliya. Bu yoq bo'lsa hammalar tanishdik. Bizning rasm sizish o'qituvchimiz ismi Ro'zaji. Yaxshimisilar? Xush kelibsiz. Undaqda biz bu son programmamizda burni uzun til bilan umaq beliqlarni sizaylik, ma'qulmi? Qani programmamizga marhamat. Hozir biz umaq bir beliqning rasmini chizamiz. Beliqni chizgan vaqtimizda oldi bilan buni eg'izini boshlab chizamiz. Eg'izini menga qarang. Dalet chizamiz. Nayt yaxshi. Endi buni chizib bo'lgandan keyin beliqning badinini chizamiz. Nayt yaxshi. Endi badinini chizib bo'lgandan keyin beliqning keyin tarafiga quyruqni chizamiz. Aliya burun beliqsiz boqqan o'xshaydi-a? Nayt yaxshi. Endi o'zim shundoq chiroyli sizdingiz-a? Uni keyindan quyruqlarga ozroq siqlan qo'shib qo'yamiz. Siz beliqni ko'rib boqqanmi, Aliya? Yo'q. Televizorda qo'nchoq filmlarni ko'rganmi? Beliqning o'g'lon kinosi ko'rganmi? Nayt yaxshi sizdingiz. Endi beliqning ust tarafini chizamiz. Nayt yaxshi. Endi beliqningki ko'zini chizamiz. Beliqning ko'zi yumaloq shaklda bo'ldi-a? Beliqning ko'zining ichiga, ya'ni kichikroq yumaloq chambardan birini chizamiz. Nayt yaxshi. Shunda chiroyli chizibsiz-a? Endi beliqning bosh tarafini chizamiz. Nayt yaxshi sizdingiz-a? Endi eng oxirida beliqning ost tarafini chizamiz. Beliqning qanoti, qasroqlari, uning boshqa quyruqlari bor. Nayt yaxshi sizdingiz. Bizim chizmoqchi bo'lgan beliqimizni chizib bo'ldik. Endi o'zimiz yaxshi ko'rgan ranglarni bo'yaymiz. Siz qanday rangli beliqlarni ko'rib boqqan? Nayt yaxshi. Unda bo'lsa biz o'zimiz yaxshi ko'rgan rangda o'zimiz chizgan beliqimizni bo'yab boqaylik. Aliya beliq nerede yashaydi bilamsiz? Nerede yashaydi? Suvning ichida. Yaxshi, beliq suvning ichida yashaydi. Beliqning intayin ko'p xil turlari bo'ldi-jimi?
Siz qaysi rangni bo'yashni yaxshi ko'rsangiz, qaysi rangni bo'yaysiz bu biliqingizni? To'g'ri. Bu. Unda olsa biz o'zimiz sızgan biliqni chiroyli rangni bo'yab chiqaylik. Bo'ygan vaqtimizda issiqni teshig'i chiqib ketsa bo'lmaydi. Kanalda kichik do'stlarim cho'qim bir sinab yapamlarjimi? Xuddi biz oksigen bo'lmasa, havo bo'lmasa yashayamagan o'xshash, biliqlarimiz suv bo'lmasa yashayamaydi. Biliqlar suvda eng tez o'sadi.